Assalamualaikum Yavuz qatnashchilari. Men Xalqaro pullar filiali Pullar Muhim mijozlar bilan ishlash menejeri Rafiq Sardor bo'laman. Hozirgi kunda bizning bankimizda bo'lib turgan o'zgarishlar, yangiliklar shular bo'yicha qisqacha tushuncha berib o'taman. Agar savol va boshqa tushunmovchilik bo'lsa, bunga berishingiz mumkin. Hozirgi kunda bankimizda har xil kredit mahsulotlari, kredit produktlari bor. U aholiga 7 yilgacha imtiyozliklar berib turibdi. Keyin mahalla bankiri, mahalla agentlari tomonidan bu o'xshi xalqqa qanday yangilik bo'lsa hammasi yetkazilib turibdi. Mana hozir xalq muhokama yordamchilaridan mahalla bankiri ham qo'shildi. Aholi o'sha ovora bo'lib bankka kelib o'tirish shart emas. Mahalla bankiri qolgan savolini, qolgan tushunmovchilik bo'lsa, kredit masalasi bilan boshqa to'lov masalasi bilan hammasini mahallaning o'zida yechiladi. Har bir mahallaning o'zida mahalla agenti degan ham shtat tashkil qilingan. Bu bo'yicha mahallalarda qonuniy ish yurib turibdi. Hozirgi kunda xotin-qizlar uchun hamroh kreditimiz mavjud. Va shu 7 yilga xotin-qizlarning biznesini rivojlantirish uchun imtiyozli foizlarda